Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va usta Ravshan kanali a'zolari. Mana ishimizning yakuniy qismiga keldik. Topshirish jarayonlari bo'lyapti. Avval boshida video qilgan edik. Bu devorda qanaqaligini, qancha santimetr yeganini ishkato'rgamiz bitdi va nihoyat uy egasiga yorug' yuz bilan topshirish qaror qildik. Kimdan qanaqa qiziqtirgan savollar bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiring, javob berishga harakat qilamiz o'zlar. Devorimizning uzunligi 12 metr 10 santimetr ekan, bu yog'i 3 ga 2. Hop shu 42 kvadrat chiqdi. Devorlarimiz zaterkalarimiz o'z chiqqan. Mana bu cho'chigimizning arkasini qo'yib kirmaganligi hisobiga qolib ketdi. Cho'chida ololmadik. Shuning uchun shunaqa chiqdi bu. Sizlar bizni kuzatishni davom eting. Kanalimizga yangi bo'lganlar obuna bo'lishni unutmang. Sog' salomat bo'ling.